hammaga xayrli kech. Men sog'lom turmush tarzini targ'ib qilolmayapman, odamlar qo'shilmayapti deb yurgan bir paytimda jensiy qon ketishlar, erkaklarda siydik yo'llardan qon ketish, to'g'ri ichakdan qon ketishi oylar emas, yillar, undan da ortiq vaqtda e'tibor bermasdan, uni kasallik hisoblamasdan, buning uchun shifokorga murojaat qilmasdan yurgan kasallarni borligini ko'rib, to'g'risi qo'rqib ketdim. Bu narsani tarqatinglar. Har qanday qon ketishlar bu og'ir xastalik, yomon sifatli o'sma raqi belgisi. Ertaga mana vaqtida davolanmasa, og'ir asoratlar, o'lim bilan tugashi mumkin bo'lgan holatga olib keladi.